Xiyonatkor erkaklar, ayolingizga xiyonat qilishdan qo'rqing. Aslida xiyonat bu yomon illat. Inson o'zi jufti qilib tanlagan ayoliga mehribon, vafoli bo'lishi kerak. Lekin ayrim bunaqa xiyonatkor erkaklar jamiyatimizda yo'q emas. Bugun shunaqa erkaklar to'g'risida gaplashamiz. Homiladorlik paytida ayol o'zini bor vitaminlari, minerallari, temir, oqsil hamma moddalarni shu farzandiga, ichidagi homilasiga beradi. Bunaqa paytda homilador ayollarda immun tizimi past bo'ladi. Chunki onani qornidagi homila ayol uchun bu yot narsa hisoblanadi. Agarda immun tizimi baland bo'ladigan bo'lsa, shu farzandini, shu homilasini chiqarishlikka harakat qiladi. Homilasini oxirgacha 9 oylikgacha olib borishguncha immun tizimi past bo'lib turadi. Immun tizimi past bo'lganda har xil kasalliklarga chalinuvchan bo'ladi. Ko'p homilador ayollar yoki homilador bo'lmagan ayollar ham tekshiruvlardan o'tayotganda ularda jinsiy yo'llari orqali yuqadigan kasalliklar ko'payib ketyapti. Masalan, o'it kasalligi, gonoreya, triximonada, shunga o'xshash har xil jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar ko'payib ketyapti. Bu o'z navbatida homiladorlik paytida homilani yurak urishiga, homilani o'lik tug'ilishiga, har xil nuqson bilan tug'iladigan bolachalarning dunyoga kelishiga olib kelyapti. Homilador bo'lmagan ayollardacha jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar oqibatida bachadon trubalari, ya'ni bu trubalar o'z navbatida spermatozoid borib tuxum hujayra bilan urug'lanib homila hosil bo'ladigan yo'l vazifasini bajaradi. Bu infeksiyalar borib shu trubalarni zararlab, chandiqlab, bepushtlikka olib kelmoqda. Hech qaysi xiyonatkor ayolni peshonasiga shu ayol kasallangan, o'it kasalligi bilan kasallangan deb yozib qo'ygani yo'q. Har safar xiyonat qilayotganingizda shu ayolda qanaqadir kasalligi bor deb inobatga olinglar. Bu video bilan men kimnidir muhokama qilish yoki qoralash niyatim yo'q. Faqatgina amaliyotimda ko'rayotganim uchun sizlar bilan bo'lishkim keldi.